Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçülər. Yaxşımsızlar? Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısıga həmminglar xuş kəpsizlər. Mən İftixar Abdurşid. Bugün seyşənbə. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Yaqından buyon Amerika boshchiligidagi g'arb ellari Xitoyning aqliy mulk sohasidagi o'g'irligi va bu sababli keltirib chiqargan iqtisodiy ziyonlari tufayli Xitoyga qarata turli cheklamalarni qo'ygan edi. Buning bilan Xitoy o'zining aqliy mulk sohasidagi qarqulni iqtisodiy jihatdan zo'r darajada o'ziga beqinib qolgan O'rta Osiyo davlatlariga uzatganligi ma'lum bo'lmoqda. 24-iyuldan 26-iyulgacha Urumchida Xitoy O'rta Osiyo davlatlari aqliy mulk huquq hamkorlik munbiri o'tkazilgan edi. Bu jarayonda Xitoyning O'rta Osiyo davlatlaridan kelgan aqliy mulk huquq sohasidagi vakillarni Sharq Turkistonning janub va shimolidagi bir qism zavod fabrikalarni, bo'libmi Uyg'ur tibobati dorilar zavodlarini ekskursiya qildirganligi ma'lum. Bu ahvol O'rta Osiyo va Uyg'ur tadqiqot bilan shug'ullangan bir qism mutaxassislar va kuzatuvchilarning diqqat e'tiborini qo'zg'amoqda. Amerikadagi xalqaro tinchlik katalizatori G'arbiy Shimol rayonlik sho'basining direktori, Sharq Turkiston va Qozog'istonda bir mezgil yashagan va O'rta Osiyo tadqiqot bilan shug'ullangan doktor Bel Clark apandi bu vaqt Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limiga qilgan so'zida o'zining O'rta Osiyo haqidagi tadqiqotidan ayrilg'ili xili uzun bo'lganligini, garchi o'zi bu tem to'g'riliq fikr bayon qilishdagi eng muvofiq nomzod bo'lmasa-mu, ammo ilgirki bilim va tajribalarga asosan o'z qarashlarini o'rtoqlashishni xohlaydiganligini bildirdi. U mundaq dedi: Meni hayron qoldirdigani shuki, mazkur yig'inga qatnashgan O'rta Osiyodagi 5 davlat vakillarining hammasi Uyg'ur rayonida yuz berayotgan jazo lagerlari, majburiy emgak, oilalarning majburiy parchalanishi, shundaqla rayondagi kishining ishongisi kelmaydigan darajadagi kishilik huquq dafsanchiliklarini biladi. Ular Uyg'ur rayoniga borgandan keyin bu ahvollarni o'z kuzatishlari orqali to'ximi cho'nqir his qiladi. Meningcha, Urumchida o'tkazilgan Xitoy O'rta Osiyo davlatlari aqliy mulk huquqi hamkorlik munbiri amaliyot bir maydon tashviqot o'yinidan boshqa narsa emas. Buni tasvirlashda mening aqlimga kelgan bir so'z borki, u bo'lsa-mu majburlash, yana majburlash. Sharq Turkistondagi Turkiya xalqlari Xitoyning zo'ravonlik tahdidi, zulmi va asorat ostida nihoyat qo'rqinchli kunlarni yashayotdi. Buni hammaylar biladi. Halbuki Xitoy doiralari iqtisodiy nafga erishish uchun O'rta Osiyodagi 5 davlatning bu sohaga munosabatli kishilarga shaxsiy manfaat yetkazish orqali ularni o'ziga qartishga urinadi. Ularni pora berish, tahdid silish yoki majburlash taktiklarini qo'llanmaydi degili bo'lmaydi. Darvaqa, Xitoyning bu turdagi hamkorlik savdo-aloq munosabatlari amaliyotda butkul bir balvoq bir yo'l qurilishi strategiyasining bir qismi bo'lib, faqat Xitoyga foyda manfaat va naf yetkazish uchun loyihalangan. Dünya Uğur Qurultayıning muavin raisi, Türkiye Hacettepe Üniversitesining dosenti, strategiya mutaxassisi Erkin Akram apandining ko'rsatishicha, Xitoyning O'rta Osiyo davlatlari bilan bo'lgan bu turdagi iqtisodiy savdo hamkorliklari bir tarafdan Uyg'urlarning o'ziga taalluq bo'lgan aqliy mulklarini egallashni nishon qilsa, yana bir tarafdan Xitoy O'rta Osiyo davlatlariga qarta aqliy mulk huquqlarining o'lchamlarini belgilab berib, bu sohada tayyor aqliy boyliqlarga erishish va uningdan g'oyat zo'r manfaat undirishni maqsad qilgan ekan. Bu qitim Urumchida o'tkazilgan Xitoy O'rta Osiyo davlatlari aqliy mulk huquq hamkorlik munbirida Xitoyning O'rta Osiyo davlatlari bilan bo'lgan o'rtaq taraqqiyotini ilgari surish uchun ikki taraf o'rtasida aqliy mulk huquq hamkorlik sistemasini turg'izish ta'kidlangan. Dünya Uğur Qurultayıning oliy maslahatchisi, Qozog'istondagi siyosiy faoliyatchi va Uyg'ur vaziyatini kuzatuvchilardan Qahramon G'ojambardi apandi bu vaqtda jiddiy inkos qaytirib, Xitoyning uzun yillardan buyon xalqaro aqliy mulk huquqiga xiloflik qilib kelganligi, bu qitimliq Urumchi yig'inining amaliyotda Uyg'urlar va O'rta Osiyo xalqlarining aqliy mulklarini o'zining qilib olish, uningdan foydalanib g'oyat zo'r iqtisodiy nafga erishishni maqsad qilayotganligini amaliy misollar orqali tushuntirib o'tdi. Darvaqa, Xitoyning davlat iqtidorchiligidagi cho'ng korxonalari bilan Xitoyning shaxsiy shirkatlari yaqinqi necha 10 yillardan buyon Uyg'ur xalqining tarixdan buyon yaratgan aqliy boyliqlari va mulklarini talon-taroj qilib, g'oyat zo'r foydaga erishib kelmoqda. Bo'lib Xitoy shirkatlari Uyg'ur xalqiga mansub bo'lgan aqliy boyliqlarning patent huquqini nihoyat ustulik bilan qo'lga keltirib, ularni zavodlashtirish va mahsulotlarni ko'lamlashtirish orqali zo'r iqtisodiy nafga erishgan edi. Uyg'ur tibobatining dorigarlik retseptlari, non va yemaklik turlari, osma, xina, yelim qatorliq tabiiy o'simliklardan yasaldigan go'zallik buyumlari qatorliqlarning hammasi shuning jumlasidandir. Bularning ko'p qismining patent huquqini Xitoy shirkatlari tanho egallab olib, uningdan g'oyat zo'r foydaga erishib kelmoqda. Xabarda aytilishicha, Uyg'ur tibobati dorigarlik retseptlarini monopol qilib olgan Xinjiang Uyg'ur tibobati dorigarlik cheklik shirkatining muavin bosh direktori Yin Haylong mazkur shirkatning yangilik yaratishda boshlamchi bo'lganligini, bu zavod ishlab chiqargan Uyg'ur tibobati dorilarning yillik setish kirimini 10% dan oshirib manganligini aytgan.
Strategiya mutaxassisi Erkin Akramning ta'kidlashicha, Xitoyning bu qatimliq aqliy mulk huquq hamkorligi nomli bu strategik plani kelgusida Sharq Turkiston bilan O'rta Osiyodagi yerli xalqlarning aqliy boyliqlarining ig'dorchilik huquqiga g'oyat zo'r tahdid va xirslarni ilib keldi ekan. Mutaxassislar navbatda Xitoyning Sharq Turkistonda O'rta Osiyo davlatlarining aqliy mulklari va boyliqlarini talon-taroj qilishdagi kirish nuqtasi qilayotganligini ilgari surmoqda. Dünya Uyg'ur qurultayining Turkiyadagi rahbarlarining o'rinlashtirishi bilan Qurultay Ichki ishlar komiteti mudiri Baxtiyor Bo'rapandi Dünya Uyg'ur qurultayining qurg'uvchi a'zolaridan professor doktor Erkin Ahmad apandimning hamrohligida Turkiyadagi muhim o'qitish partiyalardan Kelajak va partiyalarining rahbarlari bilan ayrim-ayrim ko'rishdi. Ular arasidagi suhbatlar yuqori qizg'inlik kayfiyatida o'tdi. Uchrashishning asosli nuqtasi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasi, Uyg'ur davosining xalqarodagi yuzlanish ahvoli va Dünya Uyg'ur qurultayi raisi Dolqin Aysa apandining Turkiyaga kirolmaslik qatorliqlardan iborat bo'lib, Kelajak partiyasining tashqi siyosatga mas'ul muavin boshlig'i Umid yordamchi ya'ni Yaxshi partiyasining tashqi siyosatga mas'ul muavin boshlig'i Muhammad Naji Jinisli apandi, Türkiye milletlerge mesul muavin reisi Ayyuce Türkeş Hanım qatorliqlar Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish, Qurultay raisi Dolqin Aysaning Turkiyaga kirishlik cheklamalarning bekor qilinishi uchun qo'llaridan kelganini qildiganligi va mazkur masalalar bo'yicha parlament, hukumat tarafining ijobiy qadamlarni olish uchun tirishchilik ko'rsatganligini bildirishdi. Partiyasi muavin raisi Ayyuce Türkeş Hanım suhbat jarayonida mundaq dedi: Bizning qalbimizda Uyg'urlarning o'rni nihoyat muhim joyda turadi. Bizning ko'nglimiz har vaqt Uyg'urlar bilan birga. Uyg'urlar uchun qo'limizdan kelganini qilish bizning vazifamiz. Biz partiyasi burunqidagi o'xshashla Uyg'ur turklari uchun Turkiya parlamentida va xalqaro so'rinlarda qo'limizdan kelganini qilamiz. Biz vaqtni ching tutib, har qaysi davlatlarning qo'llashini qo'lga keltirib, Xitoyning Uyg'urlarga qarta ilib berayotgan irqiy qirg'inchiligini to'xtatishga tirishimiz. Turkesh xonim Dolqin Aysa apandining Turkiyaga kirishlik to'salg'ularini bekor qilish haqida to'xtalib mundaq dedi: Biz Dolqin Aysa qo'yilgan cheklamaning bekor qilinishi kerakligi to'g'risida tashqi ishlar ministri bilan so'zlashimiz. Parlamentdagi tashqi ishlar komitetida 2 nafar parlament a'zoyimiz bor. Ular orqali mazkur komitetda buni o'ttir qo'yish orqali Dolqin Aysa apandining Turkiyaga kirishidagi cheklamani bekor qildirishga tirishimiz. Orqadan Baxtiyor Bo'rapandi partiyasining tashqi siyosatga mas'ul muavin raisi Muhammad Naji Jinisli apandi bilan ko'rishdi. 1 soat davomlashgan uchrashuv oxirlashgandan keyin Muhammad Naji Jinisli apandi savolimizga javob berib mundaq dedi: Dünya Uyg'ur qurultayi rahbarlaridan Baxtiyor Bo'rapandining partiyamizga ziyorat kelganligiga bekli xursand bo'ldik. Uyg'ur masalasi bizning o'z masalamizdir. Bizning eng buyuk orzuyimiz Uyg'ur qarindoshlarimizning mustaqilligiga va erkinligiga erishishi, shundaqla besimdan qutulishidir. U partiyasining buningdan keyin Uyg'urlarning erkinlik uchun xizmat qilishni uzildirmay davomlashtiradiganligini ta'kidlab mundaq dedi: Biz Turkiyada va xalqaro so'rinlarda Sharq Turkiston masalasini o'ttirib qo'yamiz. Qandoq bo'lganda bu masalani hal qilg'ili bo'lganligini o'ttirib qo'yamiz. Uyg'ur masalasidagi haqiqatlarni o'ttirib qo'yamiz. Biz partiyasi bo'lish sifatimiz bilan Sharq Turkiston masalasining xalqaralashganligidan intayin xursand bo'ldik. Biz bu vaqtda Turkiya hukumati bilan turk jamoatchiligini harakatga o'tkazish uchun qo'limizdan kelganini qilamiz. Kelajak partiyasi muavin raisi Umid yordamchi apandi suhbat jarayoni qilgan so'zida 2020 yili mazkur partiya qurilgan kundan tortib Uyg'ur masalasi ko'ngil bo'lib kelganligini, Dünya Uyg'ur qurultayining Pragada chaqirilgan yig'iniga ishtirok qilganligini, Uyg'urlar to'g'risida nurg'un faoliyatlar olib borganligini, bundan keyin barliq kuchi bilan Sharq Turkistonliklarni qo'llashni davom qildiganligini ta'kidladi. Turkiyada o'tkazilgan bu qitimqi parlament a'zolari saylimida partiyasidan 44, Kelajak partiyasidan 10 kishi parlament a'zosi bo'lib saylanib parlament o'rniga egallagan bo'lib, ular yaqindan buyon Uyg'ur masalasini Turkiya parlamentida o'ttirib qo'yishni boshlagan edi. Angliya axborot tori BBC 30 iyul kuni cho'ng hajmli xabar e'lon qilib, Xitoyning chet eldagi Uyg'urlarni bostirishda ularning vatandagi oila tavobatlarini go'ri o'rinda qo'llanayotganligini, ba'zi Uyg'urlarni josuslik majburlayotganligini bildirgan. Xabarda BBCning muxbiri Angliya, Turkiya, Norvegiya qatorliq ellardagi bu xil tahdidga uchragan Uyg'urlarni va o'xshamagan fikrdagi o'qituvchilarni, shundaqla Julie Millsap, David Tobinga o'xshash g'arblik faoliyatchi ham uyg'urshunoslarni ziyorat qilib, chet eldagi Uyg'urlar uchrayotgan bu vaziyatni dalillar bilan yoritib bergan. Xabarda qayd qilinishicha, Xitoy hukumatining chet eldagi Uyg'urlarni kontrol qilishdagi bu xil taktikasining chegara halqigan bostirish degan nom bilan tonilganligi. Tadqiqotlar Xitoy soqchilarining chet eldagi Uyg'urlarni oilasi bilan sin orqali ko'rishtirib, ularning o'zlari bilan hamkorlashishni talab qilishi Xitoy soqchilari doim ishlatadigan bir xil taktik ekan. Angliya Sheffield universitetining tadqiqotchisi Dr. David Tobin BBC qilgan so'zida oilalarni parchalash Xitoyning yadroliq taktikasi degan.
Xabarda qayd qilinishicha, 50 mingdek Uyg'ur musafir yashaydigan Turkiyada bu jihatdagi ray sinashga qatnashgan Uyg'urlardan 148 kishining 80% o'zlarining Xitoy hukumati tomonidan buningga o'xshash tahdidga uchraganligini aytgan. Xabarda yana Angliyadagi Uyg'urlarning bu xil tahdidga uchrash ahvolining ig'ir ekanligi, 400dek Uyg'ur yashaydigan Angliyada ray sinashga qatnashgan 48 nafar Uyg'urning 3dan 2 qismining bu xil tahdidga uchraganligi, Xitoy saqchilarining ulardan josuslik qilish, faoliyat qilish yoki taratqularga so'zlashni to'xtatishni talab qilganligi bildirilgan. Xabarda qayd qilinishicha, Turkiya burun Uyg'urlar uchun farqli bir joy bo'lsa-mu, lekin yaqinqi bir qancha yildan beri Turkiyaning vaziyati Uyg'urlar uchun o'zgargan. Turkiyadagi Uyg'urlar orasida Xitoy saqchilarining ularni bir-biriga ko'z quloq bo'lish qistiganligiga doir xabarlar tarqalib, ularning do'stlik rishisiga daxl yetkazilgan. Xitoy hukumati atalmış Şinjan'da İslam dinini Xitoychilashtirish siyosatini jiddiy ijro qilayotgan bir paytda Xitoy ba'zi tadqiqotchilari va Xitoy Islom diniy jamiyatining aloqador mas'ullari Şinjan'da islomni Xitoychilashtirishda uni Xitoyning qadimki an'anaviy aqidasi bo'lgan ko'ngilchilik aqidasi bilan birlashtirishni o'ttirib qo'ygan. Xitoy taratqullarining 30 iyul xabar qilishicha, Xitoyning diniy sohasidagi mas'ul zotlar va din tadqiqot bilan shug'ullanayotgan atalmış tadqiqotchilardan 20 dak kishi Urumchiga yig'ilib, Şinjan'da islomni Xitoychilashtirishni amalga oshirishda qandoq ching turish masalasini muzokara qilgan. Bu yig'in Xitoyning yaqinqi bir qancha haftadan beri atalmış Şinjan'ning hikoyasini tashqi dunyoga taxim kuchli so'zlashda yangi harakat boshlab, Arab davlatlariga qarta tashviqot faoliyatlarini kuchaytgan, Pakistan, Bangladesh qatorliq musulmon davlatlarining diniy o'limolari bilan muxbirlar o'maklarini Sharq Turkistonga ziyoratga o'rinlashtirilgan bir mezgilda o'tkazilgan. Xitoy xabarlari to'g'rining bildirishicha, Şinjan'da islomni Xitoychilashtirishda qandoq ching turish bosh tema qilingan bu yig'inda Xitoyning diniy sohadagi mas'ul zotlari va atalmış tadqiqotchilari Şinjan'da islomni Xitoychilashtirish yo'nalishi, Şinjan'ni madaniyat orqali oziqlantirish, Xitoycha alayidlikka ega islom dini tabliğ sistemasi va Qur'on sharifini barpo qilish, islom dini bilan ko'ngilchilik tariqatini bog'lash qatorliq temalarda muhokama olib borgan va fikr almashtirgan. Bu Xitoy hukumatining atalmış Şinjan'da islom dinini Xitoychilashtirish siyosatini qattiq ijro qilishga boshlab, diniy e'tiqod jihatda musulmon dunyosining bir parchasi bo'lgan Uyg'urlarni ko'ngilchilik aqidasi asosidagi Xitoy an'anaviy aqida sistemasiga so'rab kirishga urinishidan beri Xitoy din tadqiqotchilarining Urumchida maxsus yig'in ichib, islom dini bilan ko'ngilchilik aqidasini bog'lashni tunji qatim ochiq-oshkor o'ttirib qo'yishidir. Xitoy xabarlari to'g'rining bildirishicha, bu yig'inda Xitoy islom jamiyatining raisi Yang Faming diniy sohadagi ixtisos egalarini yetishtirishning islomni Xitoychilashtirish ochqishliq omil ekanligi, islomning Xitoydagi 1000 yillik tarixidagi eng muhim ochqishliq omil uning Xitoy madaniyatining munbat tuproqiga cho'nqir yiltiz tarqalligi, avlod-mavlod islom dini sohasidagi ixtisos egalarini yetaklaganligi va olg'a surganligi bo'lganligini aytgan. Şinjan İctimai Fanlar Akademiyasi Din Tadqiqot institutining mudiri Yu Shangping, Şinjanda islom dinini Xitoychilashtirish qurilishi burch tuyg'usi bilan elib beriladigan ta'xirsiz vazifa ekanligini ta'kidlagan. Uning qarashicha, Şinjanda islomni Xitoychilashtirish diniy aqidalarni Xitoychilashtirishning ul qurilishi va yadroliq turi ekan. Bu yig'inda atalmış Şinjan islom diniy jamiyatining raisi Abduraqib To'mirniyoz, Xitoy mamlakatlik islom diniy jamiyatining muavin raisi Sherib qatorliqlar so'z qilib, tabliğ xizmati islom dinini Xitoychilashtirish qurilishining oshqichi degan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.